Gruppadaglar mayta bitta Farg'onaga ketayotganda, Farg'onadan kelayotganda Terrassa degan joyda bittasini 30 ming so'mdan qalmoq solib, ushlagan balig'i tekinmi? Hammasi tekin. O'ziga bir qop. Ushlab olgan tekin ekan. Bir qop ishlasang ham tekin. Kirish bitta qalmoqqa 30 ming ekan. Qachon tashlagan baliqni? 8,5. Necha kilo tashlaydi? 120 kilo. 120 kilo. Kamida 1 kilodan bo'lganda 100 ta bo'ladimi? 1 kilo, 1,5 kilo, 90 ta, 80 ta baliq. 80 talar borda. Hammasini ushlab yuboryapsizlarmi kechgacha? Yo'q, qolib ketyapti. Kechagi ham bor. Kechagi ham bor, ha? 500 kilo bor. Baxtiyor akangizmi?